Butun dunyo hech narsasi bo'lmagan, faqatgina bitta orzusi bo'lgan yigit haqida biladi. Men 4-1 professional rekordga ega bo'lgan MMA jangchisiman. Umidli sportchiman, shak shubhasiz kelajakda meni UFC'da ko'rasiz. Bu butun dunyoni o'z oyog'ining ostiga qo'ygan yigitning hikoyasi. UFC yarim yengil vazn toifasini meniki deb ayta olaman. U yerda faqat men bo'laman. Bu gaplardan so'ng butun bir divizion Conor McGregor nomiga aylandi. Butun umri davomida Zenotorius UFC'da 2 vazn toifasida chempion bo'lishni orzu qilgan va bu orzusiga erishgan. Bu yigit ushbu sport tarixida 2 vazn toifasida chempion bo'lgan birinchi sportchiga aylandi. Menimcha u juda noyob yigit. Hatto uni ta'riflashga yetadigan so'z topish qiyin. Oddiy shunchaki yaxshi deyish uni ta'riflash uchun mutlaqo yetarli emas. Santexnik bo'lib ishlagan, ishsizlik nafaqasini olgan oddiy yigitning MMA olamining cho'qqisiga chiqishini ortida esa Qorabop, noqonuniy narkotik savdosi tarixi yotardi. Ikki mafiya karteli o'rtasidagi urush va UFC tarixidagi ilk 2 karra jahon chempionining yashirin ishtiroki bilan bog'liq edi. MMA manzilida bugungi videoda men sizlarga millionlab muxlislarga ega bo'lgan mashhur sportchi va Irlandiyaning shafqatsiz, rahmsiz mafiyasi o'rtasidagi sirli, ko'zga ko'rinmaydigan bog'liqlik haqida gapirib beraman. Siz esa videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang. Chunki 95% odamlar bizni obuna bo'lmasdan kuzatishyapti. Shuning uchun hozir videoni obuna bo'lmasdan kuzatayotganlar qo'llab-quvvatlash uchun obuna tugmasini bosib qo'ying. Bosgan bo'lsangiz rahmat, sizlarga maroqli vaqt tilayman. Hozirda sport o'yinlari uchun aniq statistikalar, tahlillar va prognozlar berilmoqda. Endilikda siz sportni kuzatish bilan birga adrenalin, hissiyotlar va daromad topishingiz ham mumkin. Katta sovg'alar va cheksiz limitlar sizga taqdim etiladi. Buning uchun video kommentariyasidagi bizning Telegram kanalimizga o'ting. O'sha orqali o'z sovg'alaringizni qo'lga kiriting. Hamma biladi, dunyoning har bir burchagida gangster guruhlari, mafiya kartellari va uyushgan jinoyatchilik oilalari mavjud. Jinoyat doim bo'ladi va ko'pincha u eng yaxshi insonlar bilan ham to'qnash keladi. Ammo Conorning aytishicha, uning yoshligi boshqacha o'tgan. U kichkina, kuchsiz va sinfdoshlari tomonidan doim masxara qilingan bola bo'lgan. Albatta, bunday bolalarga mafiya oilalari hech qachon qiziqish bildirmaydi. Ammo o'sha bola keyinchalik jang san'atining timsoliga aylanib, yo'lida uchragan har kimni va hammani yer tishlatadigan darajaga yetganda, bundaylarning atrofida albatta qorni kattalar paydo bo'ladi. U o'limga tik qaramoqda, men uni yo'q qilaman. Oktagonda bu yigitga sen jismonan qanday zarar yetkazmoqchisan? Men uni shunchaki parchalab tashlayman, uni bo'lak-bo'lak qilib yirtaman. Albatta bu so'zlar o'sha vaqtda pound for pound qiroli Jose Aldoga qaratilgan edi. U o'zini qirol, meni esa Joker deb aytmoqda. Lekin hozir boshqa zamon, shunchaki iyul oyida uni qattiq do'pposlayman. Bu yigit uni oldin his qilmagan. Jose Aldo uni sensatsion tarzda nokaut qilganidan so'ng McGregor Irlandiyada katta media shov-shuv cho'qqisiga chiqdi. Sobiq santexnik endi mamlakatdagi eng mashhur odamga aylandi. Millionlab muxlislar, 100 minglab dollarlar va o'nlab intervyular bir kechada super yulduz darajasiga ko'tarildi. Bu katta shon-shuhrat to'lqini unga bosib kelgach, McGregor o'zini xuddi filmdagi bosh qahramondek his qila boshladi. Mast holatdagi mushtlashuvlar, tasodifiy janjallar, zo'ravonlik, bularning hammasi irlandiyalikning kundalik hayotiga aylanib qoldi. Shunga qaramasdan Conorning mashhurligi va uning tanish bilishlari uni qonun ko'zida xuddi tegib bo'lmaydigan odamga aylantirdi. Ammo bitta boshqa olam bor edi. Unda qonunning o'zi ham hech narsani anglatmaydi. Bu Kinahan uyushgan jinoyatchilik guruhi. O'sha vaqtlarda Irlandiyadagi eng qo'rqinchli va qudratli mafiya klanlaridan biri. Agarda siz Habibni Conorning hayotidagi eng dahshatli to'qnashuv deb o'ylagan bo'lsangiz, unda siz qattiq yanglishasiz. Issiq yoz oqshomlarining birida McGregor Irlandiyadagi barda o'zining yaramas xatti-harakatini yana boshladi. U bilan tortishib qolgan tanbeh bergan qariya cholni urib yerga yiqitdi. Ammo bu safar bu janjal McGregorning hayotini butunlay o'zgartirib yubordi. Ha do'stlar, bu uning shaxsiy qaytish chizig'iga aylandi. Ya'ni bu voqea Conorning hayotidagi oldin va keyinni ajratib qo'ygan chiziqqa aylandi desak ham bo'laveradi. Sababi u musht tushirgan keksa odam shunchaki tasodifiy chol emas edi. U Irlandiya qurol mafiyasi kartellaridan bo'lgan Graham de Wick-Weltonning otasi edi. Va tasodifni qarangki, o'sha kecha barda Grahamning o'zi ham bo'lgan. U Irland super yulduzi otasini shafqatsizlarcha musht tushirganini o'z ko'zi bilan ko'rgan. McGregor o'zini kutib
turgan o'lim xavfini hatto tasavvur ham qila olmasdi. Oradan 24 soat o'tar o'tmay Irlandiya bo'ylab sarlavhalar portladi. Kinaxan uyushgan jinoyatchilik guruhi Konorning boshiga $1 million mukofot qo'ydi. Ammo irlandiyalik sportchi uchun omadli tarafi shunda ediki, hech qanday suiqasd urinishlari bo'lmadi. Chunki qandaydir sirli yo'l bilan ikki tomon umumiy manfaat topa oldi. Irlandiyadagi eng xavfli va eng mashhur barlardan biri Marble Ark to'satdan McGregor imperiyasining bir qismiga aylandi. Aytilishicha, Conor uni $16 million ga sotib olgan. Ha, o'sha paytda McGregor allaqachon millioner edi. Ammo hatto uning o'zi uchun ham bunday qimmat barni sotib olish mantiqan to'g'ri qaror emas edi. Lekin bu rad qilib bo'lmaydigan taklif edi. Conor qariyani urgan o'sha hafta oxiridayoq u barni sotib oldi. Bu xuddi iblis bilan shartnoma tuzgandek edi. Chunki bilasizmi nima, Kinaxan guruhi uchun Marble Ark ideal joy edi. Narkotik savdosi, qurol bitimlari va yirik shaxslar bilan uchrashuv uchun bu yer bexavotir maskan edi. Kinaxan to'dasi shunchaki qotilliklar qiladigan guruh emas edi. Ular narkotik, odam savdosi va katta qurollar bilan shug'ullanadigan klan bo'lgan. Conor kaltaklagan qariyaning o'g'li Graham esa o'sha vaqtda Irlandiyadagi eng katta narkotik savdosining boshida turardi. Qiziq joyi shundaki, Graham va Conorning ko'p o'tmay internetda birga tushgan rasm va videolari paydo bo'la boshladi. Conor kulib o'tirgan, ichimlik ichayotgan, xuddiki bir necha kun avval o'limiga buyurtma bergan odam bilan kayf-safo qilayotgandek. 2015-yil aprel oyida esa Graham Wilton Conorning eng yaqin do'stlaridan biri bo'lgan Paul Kavananing dafn marosimida ko'rinish berdi. Bu hammasi emas edi. Yillar davomida Conor Paulning jiyani, professional irland bokschi Jamie Kavana bilan yillar davomida yaqin bo'lib yurgan. Ularni faqat sport bog'lab turmasdi. O'sha yili Jamie Irlandiyadagi stadionda asosiy jang sifatida ringga chiqish kerak edi, ammo jang bo'lmadi. Chunki vazn o'lchash marosimida dahshatli otishma yuz berdi. McGregorning o'ziga tegishli bo'lgan Black Forge bari ham bunday falokatlardan uzoqda qolmagan. Manbalarga ko'ra, uni bir necha marotaba yoqib yuborishga urinishgan va hatto tashqaridan o'qlar yog'dirishgan. Mishmishlarga ko'ra, bu hujumni McGregorning raqibi bo'lgan Kremben to'dasi uyushtirgan. Lekin kunlardan birida Kinaxan guruhining odamlari ichkarida bo'lgan payt, kimdir ichkariga toshlar uloqtirgani aytilgan. Ha, demak Irlandiyaning o'zida ham Conor McGregorning mafiyaga aloqadorligini ko'rsatadigan bir necha dalillar bor. Ammo bu nazariyani to'liq isbotlash uchun uning professional karyerasiga yuzlanish kerak. Karyerasining boshidanoq ko'plab mishmishlar paydo bo'lgan, ya'ni Conor McGregor taqiqlangan vositalar qabul qiladi deb. Avvaliga odamlar buni fitna deb, McGregorning dushmanlari tarqatmoqda deb o'ylashgan. Ammo vaqt o'tgani sari uning ekranlardagi ko'rinishi o'zgacha edi. U reallik va haqiqat o'rtasidagi qandaydir illyuziyada qolib ketgan kasal inson kabi ko'rinardi. Go'yoki ichimliklardan-da kuchliroq narsa uni ongini to'sib qo'yayotgandek. Ko'plarning aytishicha, Conor McGregorni Irlandiyadagi mashhur bo'lgan party kokteylga, ya'ni viski va kokain aralashmasiga Kinaxan guruhi tomonidan taklif qilishgan. Bu turdagi ko'ngilxushlik va aysh-ishratlar McGregorni tamomila aqldan ozdirayotgan edi. Ammo haqiqiy burilish nuqtasi Floyd Mayweather bilan bo'lgan mega jangdan keyin sodir bo'ldi. UFC'ning ikki vazn toifasidagi chempioni The Notorious Conor McGregor, boks tarixidagi eng katta nom, 39-0 professional rekordga ega bo'lgan Floyd Mayweatherga qarshi. Gap McGregorning yutqazgani haqida emas edi, haqiqiy muammo keyin bo'lgandi. Karyerasidagi eng katta voqeadan atigi 1 soat o'tib, Conor nishonlayotgan edi. Atrofida spirtli ichimliklar ko'targan, Conorga yaqin bo'la boshlagan Irlandiya qora dunyo vakillari. Dana White esa behisob pullar keltirgani uchun undan minnatdor edi. Men senga aytaman, mujik, sen juda ham ajoyib insonsan, sen qoyilmaqom jangchisan. Men sen bilan faxrlanaman. Viski xohlaysanmi? Conorning bosh murabbiyi John Kavana o'z kitobida shunday deb yozgan. Conorning MMA'dagi birinchi mag'lubiyati uning atrofidagi odamlar sabab edi. Chunki bu turdagi odamlarni hech qanday yaxshi inson o'z atrofiga yo'latmasligi kerak. Gap allaqachon Kinaxan guruhi atrofida ketayotganini sezdingiz. Shunga qaramasdan Conor McGregor Kinaxan guruhi bilan aloqani uzmadi. Keyingi UFC janglarida Conor tez-tez Dubayga borib mashg'ulot jarayonini tashkillashtirdi. Tasodifmi yoki yo'q, aynan Dubay Kinaxan to'dasi boshpana topgan maskan edi va bu yerda to'daning surgunda bo'lgan boshlig'i yashayotgan edi, Daniel Kinaxan. Instagramda Conor o'zini mehribon mehribon ota sifatida ko'rsatadi. Rafiqasi va farzandlari bilan birga suratlar joylaydi.
lekin Dubayga aynan o'zi faqat yolg'iz uchadi. Aloqalar bitta Conor bilan tugamaydi. Hatto bokschi super yulduz Tyson Fury va uning amakivachchasi Billy Joe Sanders ham Kinaxan to'dasiga turli uchrashuvlar va suratlar orqali bog'langan. Keyinchalik Fury va McGregor ham yana bir umumiy jihatga ega bo'lishdi. Bu aloqalarning oqibatlari mafiya ta'sirida ikkalasi ham uzoq vaqt davom etgan depressiyaga tushib qoldi. Spirtli ichimliklar va narkotiklarga berilib ketishdi. Ikkalasi ham sportdan biroz vaqt chetga chiqdi. O'zlarini afsonaga aylantirgan karyeralaridan uzoqlashdi. Murabbiy Kavani bitta narsada haq edi. Noto'g'ri do'stlar hamma narsani barbod qiladi. Endi McGregorning holati ravshan. Ochig'ini aytsak, oxirgi 5 yil ichida u o'z obro'sini yo'q qildi. Ko'cha janjallari, odamlarga qo'l ko'tarish, zo'rlash, narkotiklar xullas davom etaveradi. Bu voqealarning aksariyati hech bo'lmaganda spirtli ichimliklar ta'sirida sodir bo'lgan. Agar bu gipoteza to'g'ri bo'lsa, mafiya Conorning hayotini shunchaki o'zgartirmagan, balki uni ruhiy tarafdan sindirib tashlagan. Uning bir vaqt porlagan oltin karyerasini qorong'ulik tomon burib yuborishgan. Bilasiz, biz hammamiz o'sha Conorni eslaymiz. Prime Conor, cho'qqida bo'lgan, unga hech kim tenglasha olmaydigan, qo'lida portlovchi kuch bo'lgan tug'ma iqtidor egasini. Lekin biz UFC'da oxirgi ko'rgan Conor qandaydir sportchining xotini haqida gapirib, turli xil o'yinlar o'ynagan Conor edi. Lekin hanuzgacha hammamiz yaxshi bilamiz, bu ikki karra chempion bo'lgan sportchi UFC'ni boshqa darajaga olib chiqdi. Millionlab insonlarni ilhomlantirgan, ularning yuragida u hali ham chempion. Haqiqiy sport afsonasi pul va tartibsizlikka almashtirilgan bo'lsa ham, bu hayot uning tanlovimi yoki soyda turgan odamlarning ishimi? Buni biz aniq bilmaymiz. Demak, ovozimni eshitib turgan bo'lsangiz, shu yergacha ko'rgansiz videoni. Shuning uchun like bosib, obuna bo'lishni esdan chiqarmang do'stlar. Bu kichkina proyekt uchun men yaxshigina vaqtimni sarfladim. Bu vaqt davomida men reading va listeningdan 20 ta task bajarishim mumkin edi. Lekin bir vaqtning o'zida obunachilarimni zeriktirmaslikni ham tanladim. Barchaga rahmat.